ketasan? Sevganim oldiga. Shu kiyimdami? Nari sen qanaqa sevgan haqida gapiryapsan? Bitta qiz bilan gaplash. Men sevganim onam. Qizg'ansang fakt keltirib beraman. Qanaqa fakt? Soat ertalab 7 da senga даже SMS yozishmaydi. O'sha sen aytayotgan sevgi. Masalan, lekin soat 7-6 bo'lishidan qaramasdan onam menga nonushta tayyorlab beradi. Kimdir telefon qilib seni qadar chaqirsa, mazam o'tsa, sog'ayib ketsang chiqarsan deyishadi. Lekin men sog'aymagunimcha onam xonamdan chiqmaydi. Qornim to'qsam, oldimga ovqat qo'yib ye deydigan bu onam. Shunaqa vaqtlar bo'lganki, dardlarim, ichimdagi gaplarim dunyoga sig'may ketganda, onam tizzasiga bosh qo'yib, onamga ertalabgacha so'zlab bergan. Haqiqiy sevgi ona loyiq. Mana o'sha shu ahvoldan olsam, shu kir kiyim bilan kiraman, ertalab toza kiyim bilan chiqib ketaman. Uni ham onam sevadi. Onam kutib qoladi o'zini ehtiyot qilib charchagan.